Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshilaymiz. Xalqaro kechirim tashkiloti Misrdan g'oyib bo'lgan Ilyas Abdurahmonning izlarini qilish haqida jiddiy chaqiriq e'lon qildi. Amerika Uyg'ur tutqunlarni majburiy emgakka solgan Xotandagi Xitoy shirkatining mahsulotlarini chegara tutib qoldi. Aqar Turkiya armiyasi xalqning sepib turib, terrorchilarga qarshi kurash qiladi dedi. Turmush sog'lomlik bilimlaridan savat. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Ayni vaqtda Misrda o'qigan Ilyas Rahman Misrda 2017 yili iyun oyida tuyuqsiz va sababsiz tutqun qilingan va Xitoyga qaytarilib, lager qamalganlik taxmin qilinayotgan 200 dan ortiq g'oyib Uyg'ur o'quvchilarning biri. Shu chaqda uning ayoli ularning ikkinchi bolasiga og'ir oyoq edi. Ilyasning ayoli Mehrinsa Abdug'ani ikki bolasi bilan Turkiyada yashamoqda. Xalqaro kechirim tashkilotining 8-oktyabr e'lon qilgan Ilyas Rahmanning izlarini qilish haqidagi jiddiy chaqiriqda 2 yil avval Misrda g'oyib qilingan Ilyasning oilasi Xitoy doiralarining uni darhol qo'yib berilishini talab qiladi deb eskartgan. 2017 yil iyun oyining 5-ida Misrda yuz bergan Uyg'ur o'quvchilarning tuyuqsiz tutqun qilinish voqeasida g'oyib bo'lgan Uyg'ur o'quvchilarning qayerda tutib turilayotganligi, Xitoy qaytarilganlarning oqibati va taqdiriga aloqador aniqsiz masala g'oyib tutqunlarning oilasini andishaga sepganmoqda. Xalqaro kechirim tashkilotining 8-oktyabr chaqiriq e'lon qilib, shu qitimliq tutqunda g'oyib bo'lgan Ilyas Rahmanning izlarini qilishga chaqiriq qilishi, Misrda tutqun qilingandan keyin g'oyib qilib o'tilgan Uyg'urlarning taqdiri masalasining hali ham xalqarodagi kishilik huquq tashkilotlarining kuzatish ostidagi masala ekanligidan bishorat berdi. Xalqaro kechirim tashkilotining Ilyas Rahmanning izlarini qilish haqidagi jiddiy chaqiriqda shu chaqda Misrda tutilganlardan 16sining Xitoyga qaytarilganligi va ularning lager qamalganligi, Xitoy hukumatidan uni darhol qo'yib berishini talab qiladiganligi alohida eskartilgan. Erkin Asiya Radiosi xabarida Xitoydagi Tayda kiyim-kechak kasbdorlik shirkatining Xotan shahridagi Sho'rbog' yezdi Zag'un kentida zavod qurib, lagerdagi atalmish ifodasi yaxshi deyilgan Uyg'ur tutqunlarini majburiy emgakka selayotganligi, uning ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika qatorliq davlatlarga eksport qilinayotganligiga doir xabarlar keng tarqalgan edi. Yaqinda Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining Tayda kiyim-kechak kasbdorlik shirkati ishlab chiqargan mahsulotlarni Xitoy hukumati bilan til beriktirib, lagerdagi Uyg'ur tutqunlarini majburiy ishlatganligi sababli chegarada tutilib qolganligi oshkorlangan. Birleşme Agentligining xabarida Amerikadagi Costco nomli top setish zanjiri yaqinda Tayda shirkatining bovoq bolalar yutqini va o'smirlarning kechki uxlash kiyimini zakaz qilgan. Tayda shirkati bu mahsulotlarni bu yil 21 va 26 sentabr kunlarida 2 turkumga bo'lib Amerikadagi Costco shirkatiga yo'llagan. Lekin bu mahsulotlar 1-oktyabr kuni Amerika chegarasida tutib qilingan. Birleşme Agentligining xabarida qayd qilinishicha, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining muvaqqat komissari Mark Morgan mazkur organning bu qaror haqida to'xtalib, buning bir kun ichida chiqarilgan eng ko'p embargo tizimlik ekanligi, ma'lum bir mahsulotning majburiy emgak orqali ishlab chiqarilganligiga gumon qilsa, bu mahsulotni Amerika bozoriga kirgizmaydiganligini ko'rsatdi degan. Ammo Birleşme Agentligining xabarida qayd qilinishicha, Costco shirkatidagi amaldorlar bovoqlar ko'pisining boshqa joyda ishlab chiqarilganligi, ammo shirkatning masalabor zavodlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni qanday qilishni o'ylashayotganligini bildirgan. Lekin Amerikadagi ishchilar huquqi birlashmasi nomli emgak huquq tashkiloti Costco shirkatining bovoqlar ko'pisining boshqa joyda ishlab chiqarilganligini ilgari sursimi, lekin buning to'g'ri emasligini bildirdi. İşçilar huquqi birlashmasi bu yil iyul oyida tekshirish doklati e'lon qilib, Xotan Tayda kiyim-kechak kasbdorlik shirkatining Uyg'ur tutqunlarni majburiy emgak selayotganligiga doir kuchli dalillarni bayqaganligini bildirgan. Doklatda Tayda shirkatining Xotandagi zavodlarda xalqaro emgak huquqi o'lchamlariga og'ir darajada xiloflik qilinganligi ta'kidlangan. Mazkur voqea Xitoyning lagerlarda yoki lagerlarning atrofidagi joylarda ishlab chiqarish bazalarini qurib, lagerdagi tutqunlarning bir qismini bu bazalardagi zavodlarda majburiy emgakka selayotganligi Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining alohida diqqatini tortgan mezgilda yuz bergan. Birleşme Agentligi o'tgan yil dekabr oyida Tayda shirkatining Xotandagi zavodlarda tutqunlarni majburiy emgakka selayotganligi, Amerikadagi Bajir nomli bir kiyim-kechak shirkatining Tayda kiyim-kechak kasbdorlik shirkatining Xotandagi bir zavodiga kiyim-kechak zakaz qilganligini oshkorlagan. Bajir shirkati Amerika taratqullarining besimida Tayda bilan bo'lgan aloqasini uzganligini e'lon qilgan edi. Davlat mudofaa ministri Hulusi Akar Turkiya armiyasining Suriyada xalqning sepida turib terrorchilarga qarshi kurash qiladiganligini aytdi. Hulusi Akar Turkiya armiyasi tomonidan Fırat daryosining sharqida boshlangan Barish Pinari tinchlik bo'liq harbiy harakatiga doir Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'an riyosatchiligida chaqirilgan Barish Pinari harbiy harakati koordinatsiya yig'inidan keyin bayonot berib, Barish Pinari harbiy harakati beguna fuqarolarning tarixiy yodgorliklarning, madaniy va diniy qurilishlarning cheqilmaslik huquqiga ega ekanligini ta'kidlagan Akar, faqat davlatimiz va millatimizning emas, rayonimizda yashayotgan boshqa diniy va etnik guruhlarning bexatarligiga alohida ahamiyat beramiz dedi. Shundaqla Turkiya Suriya chegarasida barpo qilinish planlanayotgan bexatar rayonning musofirlarning uylariga qaytish uchun eng mantiqli va insoniy tanlash bo'ladiganligini eskartgan Akar, Suriya bilan bo'lgan 911 kilometrlik chegarasida terror koridorining paydo bo'lishini qat'iy cheklaydiganligini ta'kidladi.
Diabet kesili qon qantining o'rilishini alohidalik qilgan metabolizm xarakterli kasallik bo'lib, irsiyat va muhit omilining o'rtaq ta'siridan kelib chiqqan insulin ajratib chiqarish kamtukligi yoki insulinning roli to'sqinlik uchrashdan kelib chiqadigan kasallik. Diabet kesilining ziyni qaysilar? Diabet kesili bir xil so'zilma xarakterlik, butun badan xarakterlik, ömürlük kasallik bo'lib, uzoq muddat saqlangan qon qanti yuqori bo'lish har xil to'qilma a'zolarning bo'libmi ko'z, böbrek, nerv va yurak qon tomirlarining so'zilma xarakterlik zaxmlanishi va iqtidori to'salqiga uchrash qatorliqlarni paydo qiladi. Meyiblik nisbati va o'lish nisbatini nihoyat yuqorilatib, og'riqning turmush sifatiga og'ir ta'sir yetkazadi. Shunga diabet kasalligining eng chong tahdidi amaliyotda uning agashma kasalligi bo'lib, diabet kasallik keltirib chiqaradigan agashma kasalliklar jiddiy xarakterlik va so'zilma xarakterlik deb ikkiga ayriladi. Jiddiy xarakterlik agashma kasalliklar, masalan, diabet kasali keton kislotasidan zaharlanish. Bu xil alomat odatda bir qadar tuyuqsiz yuz beradi. Hayotga nihoyat osonlikda tahdid sola oladi. So'zilma xarakterlik agashma kasalliklar odatda yoshirin yuz beradi. Agar kuzatishga diqqat qilmasa, meyib bo'lib qoladi yoki o'lib ketadi. Undaqda qanday kishilar bu kasallikka oson giribtor bo'ladi? 40 yoshdan oshgan semiz jamiyatidagilarda diabet kasali tarixi bor. Bak kichik tug'ilgan va bak cho'ng tug'ilganlarning diabet kasali giribtor bo'lish nisbati yuqori bo'ladi. Diabet kasalining bir qism tipik bo'lgan kelinkilik alomatlaridan, masalan, ko'p usuzlik ichish, kichik tarat qitim soni ko'p bo'lish, ko'p uzuqlanish va o'riqlashdan iborat alomatlar ko'riladi. Biroq amaliyotda B-tipli diabet kasalining yuqorqidek tipik alomati yo'q. Eng oxirida yana qon qantini o'lchash orqali diabet kasali giribtor bo'lgan bo'lmaganligiga diagnoz qo'yiladi. Qon shakari diabet kasali giribtor bo'lgan bo'lmaganligiga diagnoz qo'yadigan birdan-bir o'lcham. Diabet kasali giribtor bo'lganda kasallik ahvolini tizginlab, yemak-ichmak orqali davolash, harakat orqali davolash, dori orqali davolash, kasallik ahvolini kuzatib tekshirish va psixik jihatdan tarbiyalash qatorliq 5 jihatdan davolash bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.